adasi. Qo'llarimga qarang, qavarib ketgandi. Umuman dala mehnatda boshimizga chiqmaydi. Qachon bizlar ham ishlarimizni yengillashar ekan? Charchab ketdim. Sabr qilib turgan onasi. Qaraga men seni qatga olib keldim. O'zbekistondagi eng katta korxona Xibra Agripars qishloq xo'jaligi va agregatlari bilan shug'ullanadigan fermaga olib keldim. Vau! Zo'r-ku? Qara xotin, bu yerda Turkiya va Hindistonning eng nufuzli qishloq xo'jaligi agregatlari mavjud. Zo'ru, hammasi birinchi qo'lmi? Hammasi birinchi qo'l va hamyonbop yuqori sifat. Bu yoqda nafaqat qishloq xo'jaligi agregatlari, balki ularga kerak bo'ladigan barcha ehtiyot qismlar ham mavjud ekan. Zo'ru. Voy, bu yerda ekinlar uchun ozuqalar ham bor ekanda. To'g'ri, bu yoqda Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 20 xildan ortiq ekinlar uchun ozuqalar mavjud. Hammasi zo'r ekan, lekin bularni olishga pulimiz yetarmi ekan? Albatta yetadi. Bu yerda har xil to'lov turlari mavjud ekan. Lizing asosida mahalliy kredit, ya'ni 100% to'lov asosida ham xarid qilsak bo'lar ekan. Vohadagi mijozlarimiz uchun Xorazm va Samarqandda ham filiallari bor ekan. Zo'r ekan-a? Zo'r ekan.